Assalomu alaykum. Ushbu tayyorlanadigan video roligimizda yana ChatGPT bilan ishlash haqida tayyorlaymiz. Bunda ChatGPT yordamida fanlardan test tuzish qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Misol tariqasida ona tiliga doir bo'lgan 20 ta test tuzib ber degan topshiriq beramiz ChatGPTga. Buni shablonni tayyorlab qo'yganman, qanday shaklda berishimizni. Mana aytyapman bu yerda. Ot so'z turkumiga doir bo'lgan 20 ta test tuzib ber deb savol qo'yyapman. Test quyidagi ko'rinishda bo'lsin. Demak, to'g'ri javob, savol, to'g'ri javob, noto'g'ri variantga, ya'ni muqobil variant 1, muqobil variant 2 va muqobil variant 3 shaklda bo'lsin degan shablonda berdim. Endi mana ikki qo'shimcha yozib qo'yaman. To'g'ri javob oldidan yulduzcha belgisi qo'yilsin deymiz. Demak, shu variantda, shu ko'rinishda 20 ta test tuzib ko'ramiz. Demak, shablonimizni bu yerga tashlayman va yuborishda bosamiz. Demak, bizga shartimizga asosan 20 talik test tuzib beradi. Endi test qay darajada to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini siz o'zingiz bir qator tekshirib olishingiz kerak bo'ladi. Mana birinchi test yulduzcha belgisi qo'yib ketyapti. Shahar so'zi qanday so'z turkumiga kiradi deyapti. Demak, ot so'z turkumi. Endi quyidagilardan qaysi biri ot so'z turkumiga mansubdir? Kitob, oq, yozmoq, katta. Undan keyingisi shahar ot so'z turkumiga tegishli. Ot so'z turkumi asosiy vazifasi nima? Narsalarning nomini bildiradi deyapti, harakatni bildiradi, belgini bildiradi, ravish vazifasini bajaradi. Endi testni qanday shaklda murakkab ekanligini mana bu shablonni berib turganda berasiz. Sizga qanday holatdagi test kerak? O'zingizga mos bo'lgan shablonni shu yerda kiritishingiz kerak. Nima demoqchisiz u? Qanday test tuzib berish kerak degan savolda shu yerga aniq siz bersangiz, shu sizni kiritgan shabloningiz yordamida test tayyorlab beradi. Mehr so'zi qanday so'z turkumiga kiradi deb. Demak, ot so'z turkumiga. Otlar nechta asosiy turga bo'linadi? Bitta turga deyapti. Do'stlik so'zi qanday ot so'z turkumiga kiradi? Mavhum ot, aniq ot, otlashgan sifat, otlashgan fe'l. Quyidagilardan qaysi biri ot hisoblanadi? Demak, 10 ta 12 ta va hokazo bizga 20 talik mana test tuzib berdi. Endi otlar qaysi so'z turkumlari bilan o'zaro bog'lanishi mumkin deyapti. Demak, ketyapti sifat, fe'l, son, ravish. Shu tariqa biz mana soddaroq bo'lsa-da, sodda bo'lsa-da, ot so'z turkumiga doir bo'lgan 20 ta test tuzib oldik. Biz 20 ta testni o'ylab tuzgunimizgacha bo'lgan davrda bu bizga kerakli testni tayyorlab berdi. Endi kopiyat qilib olib o'zimizga kerakli shaklda mana vodga tashlab oldim. Mana menda 20 ta so'z turkumiga doir, ya'ni ot so'z turkumiga doir bo'lgan 20 ta test tayyor bo'ldi. Endi xo'sh, xuddi shu narsani o'zgartiraman. Endi bunday deylik. Matematikaga oid bo'lsin. Endi kvadrat deylik. Tenglarni ildizini topishga doir 20 ta test tuzib ber deyman endi. Demak,
kvadrat tenglamalarni ildizini topishga doir bo'lgan 20 ta test tuzib ber degan savol qo'yyapman. Demak, yana shablon shu shaklda bo'lsin. Muqobil variant yoki boshqa. Ana endi tashlayman. Endi matematikaga doir bo'lgan 20 ta kvadrat tenglamalarni ildizini topishga doir bo'lgan test tuzib berish kerak bizga. Mana endi bizga test tuzishni boshladi. Ko'ramiz qanday shaklda ketyapti. Endi bunga ham qo'shimcha murakkab diskriminanti 0 dan katta bo'lgan hol, diskriminanti 0 dan kichkina bo'lgan hol, diskriminanti 0 ga teng bo'lgan holda xullas siz o'ziga qanday holatda test kerak bo'lsa shu shakllarni berib borasiz va shunga qarab sizga testlarni tuzib beradi. Va bu yerda testlar yana to'g'rimi, tuzilganmi, noto'g'ri tuzilganmi, kamchiliklari bormi degan savolga yana o'zingiz javob berib olasiz. Endi buni to'g'ri kalkulyatsiya qilib olib bo'lmaydi. Matematik formulalarni to'g'ri kalkulyatsiya qilib olishda iloji yo'q. Buni mana olib ko'raylik. Yaxshi testlar unday qo'yaman. Mana e'tibor bering, darajalarda tushirib tashladi. Qanday qilib to'g'ri olish kerak? Qanday qilib matematik formulalarni ChatGPT dan Wordga o'tkazish mumkin degan savollar bo'ladigan bo'lsa, kim qiziquvchilar bo'lsa, kommentariyalarda fikrlarini bildirib ketsalar, yana qo'shimcha tushunchalar qanday qilib Wordga matematik, fizik, kimyoga oid bo'lgan yoki qandaydir formulalar, texnikada ishlatiladigan formulalarni qanday qilib ChatGPT dan Wordga o'zimizga kerakli shaklda o'tkazish mumkinligi haqida yana video chiqarib sizlarga havola qilishim mumkin. Faqat bunda kommentariyalarda yozib ketinglar. Qaysi fanga doir bo'lgan, fizikaga, matematikaga, qaysi fanga doir bo'lgan videorolik tayyorlab, uni Wordga o'tkazish haqida yoki boshqa qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariy yozib ketinglar. Shunga qarab yana qo'shimcha videolar chiqaramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.